Ana endi hurmatli teletomoshabinlar, suhbatimizning tijorat qismiga o'tamiz va shifokorlarimizdan o'zlari faoliyat olib borayotgan klinika haqida ma'lumot berishlarini so'raymiz. Qanday kasalliklar davolanadi siz ishlayotgan klinikada? Bizning sog'lom umurtqa klinikamizda umurtqalararo grijalarni, protruziyalarni, osteoxondrozlarni o'ta samarali va natijali, kafolatli muolajalar olib boramiz. Bizning Uchtepa sog'lom umurtqa klinikamizda hozirda 50 kishilik statsionar, kunduzgi statsionar ambulator muolajalar umurtqalararo grija bo'yicha olib boriladi. 3 xildagi ilon zahri, undan tashqari oqsillardan olingan 98% ilon zahri beloklari, oqsillari orqali umurtqa pog'onasidagi grijalarni to'liq so'riltirib berish hamda osteoxondrozlarni yumshatib, umurtqa pog'onasini qaytadan tiklash, reabilitatsiya muolajalari olib boriladi. Bizning sog'lom umurtqa klinikamizda yotgan bemorlarimiz 3 mahal muolaja, 3 mahal ovqat, konservativ tomchi ukollar bilan birgalikda hammasi umurtqa pog'onasiga oid bo'lgan muolajalar orqali olib boriladi. Sog'lom umurtqa klinikamizda olib boriladigan har bitta muolajamiz maxsus Germaniya texnologiyalari bilan ishlangan holatda olib boriladi. Germaniyadan olib keladigan o'sha disklarni, suyak bo'g'inlarni tiklaydigan xondroprotektorlarimiz, glikozaminlarimiz, 98% oqsillarimiz, ilon zahrini oqsillari hammasi Germaniyadan olib kelingan holatda qilinadi. Ilon zahri surtma dorisi umurtqa pog'onasida birinchi o'rinda yallig'lanishni bartaraf etadi. Ya'ni grija sizda paydo bo'ldi, undan keyin siz uni siqilish berdingiz, siqildi, fibrozni halqani yorib chiqdi. Unga siz yallig'lanuvchi holat berasiz, cho'milib skvoznyakka chiqasiz, ko'chada yelvizakda turib qolasiz. O'sha holatlarda sizga u katta bo'lib yallig'lanish holatini beradi. Birinchi biz yallig'lanish holatini bartaraf qilib, siqilish holatini ochgan holatda diskni tabiiy qaytishini yuzaga keltiramiz. Agar bizda davolanayotgan bemorlarimiz shuncha kompleksli muolajadan keyin hech qanaqa natija olmasa, muolajaga to'langan 100% pulini qaytarib berishga kafolat ham beriladi. Aksariyat og'ir bemorlarimiz orqa miyani siqilishi, miyelopatiya kasalligi bilan kelishadi. Bu kasallikka ham bizning sog'lom umurtqa klinikamiz hozirda juda ham samarali natija berib keladi. Ya'ni grija qaytgani hisobiga orqa miya bo'shashib, odamzod kolyaskada kelgan bemorlarimiz ham oldingi holatda yurib, sog'lom odam holatiga qaytadi. Viloyatdan kelib davolanadigan bemorlarimiz uchun ham hamma shart-sharoitlarimiz mavjud. Bizning sog'lom umurtqa klinikamiz Toshkent shahar Uchtepa tumani 24-kvartal 52-A uyda joylashgan. Murojaatlar uchun quyidagi raqamlarga murojaat qilishingiz yoki to'g'ridan-to'g'ri o'sha manzilga borishingiz mumkin. Demak, muxlislarimizni shu kabi kasalliklar qiynayotgan bo'lsa, bemalol shu shifokorlarga, qolaversa ushbu klinikaga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi.